Allohga ishondim, namoz o'qidim, zakot berdim deb qo'yaplam jannat kiramiz deb o'ylab qolgan bo'lsak, ma dinni to'g'ri tushunmagan bo'lamiz. Quya bo'ldi. Bunda ulamolarni, bunda ilmni, bunda dinni kichik bolalarni kichik qo'yadlar qilsa soqolmaydi, atdegan saqop solmaydi, balon o'sishiga ta'sir qildi deyotgan, xuddi o'zini kichik bolalarga kuyindiganda ko'rsatayotgan o saxt inson parastlar bugun kunimizda ana shu kichik bolalar birisining beshi yo'q, birisining puti yo'q, birisining qo'li yo'q bombalayotsa, biri ovoz chiqadi. Keçidin G'azza deydigan 2 millionga yaqin musulmonlar yashaydigan yerda nihoyat ig'ir darajada bombardimon ilib berildi. Xabarlar bo'lsa, G'azzada tok yo'q, necha kundan beri. Kechlari qorong'u. Mushu tok yo'q, qorong'u G'azza keçidin atgan bombalarning sababini yurib ketdi. Bir musulmon bola sifatimiz bilan buncha qirg'inchilikqa, buncha vahshiy o'ltirish qarta qalbimizda azroq og'rish, bearam bo'lish his qilmasak, biz ya ülük ya mast qilingan. Chunki og'riqni kim his qilmaydi? Ülük odam his qilmaydi. Og'riqni qanday vaqtda his qilmaymiz? Mast qilingan vaqtda his qilmaymiz. Agar biz o'zimizni musulmon deydigan bo'lsak, bizningki dindosh qarindoshlarimiz qirg'in qilinayotsa, uning qarta hech qanday hissdoshlik tuyg'usiningki bo'lmasligi bizningki vijdoniy jihatda o'lganligimiz, iymoniy jihatda o'lganligimiz, insoniy jihatda o'lganligimiz. Amaliyotda u yerda bo'lgan qirg'inliklar qarta hissdoshlik qilish yoki ich og'rish uchun musulmon bo'lishimiz shart emas. Inson bo'lsak, vijdoni bor bir jonliq bo'lsak, shu yetarli. Ammo shunda qirg'inchiliklar qarab turib, uning qarta hech qanday bir ich og'rish narsa his qilmagan bo'lsak, demak biz vijdoniy jihatda o'lik, iymoniy jihatda o'lik va yoki biz mast qilingan, boshqalarning zaharlashiga uchragan, boshqalar bizga har xil fikr orqali bizni zaharlagan, biz mast qilingan, shuning uchun biz og'riqni his qilmaymiz. Alloh saqlasin, bizningki vatandagi qarindoshlarimizni unutib, shu lagerdagi, shu turmalardagi qarindoshlarimizni unutib, beg'am yashashimizmi? Bundan hech farqsiz. Chunki vatandagilar bizning tuqqanlarimiz, akalarimiz, singillarimiz, qarindoshlarimiz, dindoshlarimiz, millatdoshlarimiz. Biror ish bo'lsa, hammamiz tirpan bo'lib ketamiz. Voy, G'oljida och qopti, o'zini o'ltiryapti deymiz. Urumchida o'yga sunlab o't ketibdi deymiz. Ammo boshqa vaqt yana beg'am yashaymiz. Qalbimiz u yerdagilar bilan hech qanday bir hissdoshlik, ular qarta ich og'rish tuyg'usi bo'lmasa, biz yanala o'xshash vijdoniy jihatda, iymoniy jihatda o'lik yoki mast qilingan inson bo'lamiz. Chunki payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom mathalul mu'minina fi tawaddihim va tarahumihim va ta'atufihim mathalul jasad. Idza ishtaka minhu adun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahri wal humma deydi. Mu'minlarningki o'zaro do'stlashishidagi misoli, birsi-birsiga kuyunishdagi misoli, hissdoshlik qilishdagi misoli xuddi bir tanga o'xshaydi. Agar tanningki bir a'zosi kasal bo'lib qolsa, uning boshqa a'zolarining hammasi bearam bo'ladi, og'riq tortadi deydi. Agar ma'qulam bir zaxmi yetsa, men hech qanday og'riq his qilmagan bo'lsa, bu ya mast qilingan, ya bu yerda jon yo'q, ruh yo'q. Agar jonli bo'ladi ekan, mast qilinmagan bo'ladi ekan, miyani pichoq kessa, u og'riq mushayg'ichilik ketadi, hatto yurakkichilik ketadi. Bu eng chong musibat. Bu bugungi kunda bo'layotgan musibatdimi chong musibat. Chunki bugungi kunimizda u shahid bo'lgan bolalar Allohning rahmatiga erishdi. Ammo bu biz uchun bir imtihon. U ishlar qarta biz hech qanday bir ich og'rish tuyg'usi bo'lanmay, dil uning aksicha xo'p bo'ldi degan bu xil qarashda bo'lib qolsak, bu eng chong musibat. Shundaqla bunda bir qiyin kunlarda musulmonlar to'xtamay zulmga uchrayotgan, ya'ni koinotning egizki iymon aytdiq degan kishilar zulmga uchrayotgan kunda biz yana menda bir imtihonga duchor bo'lamiz. U qaysi? Allah qarta qanday gumanda bo'lish. Ko'p hollarda musulmonlar namoz o'qib turib, taqvolik qilib turib, musibat kelib-versa, bu vaqtda tarvinib qolamiz. Ajab bizga Alloh yordam bermaydigan bo'ldi. Ajab bu zolimlar shunday ketaveradigan deb Alloh qarta yomon gumanda bo'lib qoladigan ehtimol bo'ladi. Bu intayin xatarlik. Uhud urushida musulmonlar payg'ambarimizning sahobalari nihoyat ig'ir talafetga uchragan. Mushu talafetga uchragan vaqtidami bir-birlik kishilar, ya'ni to'g'risi munofiqlar Alloh yordam beramiz degan yordam bermadi. Qani sizlarning ilohinglar, qani musulmonlar aziz bo'ladi deganga o'xshagan mana shundoq jahiliyatning gumonida bo'lgan. Allah Teala bunu Kur'an-ı Kerim'de nahayet iniq sübelep taifetun kad ehemmethum enfusuhum yazunnune billahi gayrel haqqi zannel cahiliye. Bir bölük taife yani münafıklar özünün cenilen kılıp Allah'a nahak halda cahiliyenin gumanını kıldı deydi. Yani Müslümanların beşiğe bir musibet kelgen vaktida vula hata kıldı.
ya bular mushunda xarob bo'lib tugishib ketadi, g'alba qilinmaydi deganga o'xshagan har qanday Allohga aloqador yomon gumon bu jahiliyat gumoni. Bu intayin xatarli. Shundaqla itqod qarta boshqalar mushunda vaqtimizda nihoyat ig'ir gumonga soladi. Qani Alloh yordam qilmamdi deganga o'xshagan. Shu narsani biz har vaqt eslab turishimiz kerak. Ma hayat, ma dunyo imtihon dunyosi. Chuqum zolim bo'ladi. Bir haqiqatda urush qilg'uchi, kurash qilg'uchi bo'ladi. Tarixdan buyon qarab baqadigan bo'lsak, Hobilga Qobil bo'lgandek, Musa alayhisolamga Fir'avn bo'lgandek, Ibrohim alayhisolamga Namrud bo'lgandek, Muhammad alayhisolamga Abu Jahil bo'lgandek bir haqiqat ustida kurash qilg'uchi va zulm qilg'uchi bo'ladi. Ammo muhimi biz qaysi safda, zolimlar safidami yoki mazlumlar safidami? Mana shunda qiyinchiliklar uchragan vaqtida Alloh qarta gumonimiz, iymonimiz tarab qoldimi, qolmadimi? Ideya jihati o'zgarish bo'ldimi, bo'lmadimi? Allohga yaqinlashdikmi yoki Allohdan yiroqlashdikmi? Bu haqda o'yinlash nihoyat muhim. Agar biz bunda bir mezgilda Alloh qarta yomon gumonga tushib qolsak, biz texmi cho'ng ikkinchi bir musibatga uchragan bo'lamiz. Bu bir imtihon. Bizning vatanimizda bo'layotgan ishlarmi bir imtihon. Hammasi bir imtihon. Biz bu imtihonlarga qarta to'g'ri ko'z qarashda bo'lmasak, biz imtihonni o'tolmaymiz. Eng xatarliki biz. O g'azidagi qarindoshlar, vatandagi qarindoshlar esimizda bo'lsin. Shahid bo'lsa, o o'zining mukofotini oladi. Shunga Alloh taolo Qur'on Karimda va ja'alna ba'dakum li ba'din fitna atasbirun. Biz sizlarning ba'zinglarni ba'zinglarga imtihon qildik deydi. Ya'ni ba'zi odamni zolim bo'ldi, ba'zi odam mazlum bo'ldi. Buning hammasi bir imtihon. Nima uchun? Atasbirun, sabr qila olamsizlar. Va kana robbuka basira. Sizning Robbingiz o zolimlarning haddidan oshqandan, vaklarni o'ltiragandan, bizning vatanimizdagi o'xshash ayollarni, erlarni lagerlarga sulug'andan, kichik bolalarni ota-onasidan ayirgandan hech qasdin bexabar emas, ko'rib turadi. Walau Allahu lan tasara minhum. Agar Alloh taolo xohlagan bo'lsa, o'ziga ishongan kishilarga, mu'minlarga yordam bergan bo'ladi. Bevosita mu'minlarga zulm qilib qo'yguncha shu vaqtda yordam bergan bo'ladi. Lekin Alloh taolo shu vaqtda yordam bermaydi. Muhlatga suzadi. Nima uchun? Liyablu ba'dukum bi ba'd. Ba'zinglarni imtihon qilish uchun. Mush orqali nurg'unlagan munofiqlar o'tirg'i chiqadi. Kishilarni islomdan yiroqlashtiradigan, xunuklaştiradigan buni bir fursat deb munofiqlar avj oladi. Mu'minlar bo'lsa, iymoni texmi chingiydi. Bu oyatning davomida Alloh taolo vallazina qutilu fi sabilillahi fala yudilla a'malahum. Allah yo'lda o'ltirilganlar, ularning amallarini Alloh taolo hargiz zayi qilmaydi deydi. Biz ma dunyoni imtihon degan ekanmiz. Imtihonning hamma savollariga javob berishimiz kerak. Hamma savollarni qabul qilishimiz kerak. Ma dunyo mukofot oldiga emas. Namoz o'qiganligimizning, taqvodorlik qilganligimizningki, Alloh yo'lda pul xarjlaganligimizning mukofotini oldiga oxirat. Bu shunday imtihon bilan davomlashadi. Allohga ishondim, namoz o'qidim, zakot berdim deb qo'yaplam, jannat kiramiz deb o'ylab qolgan bo'lsak, ma dinni to'g'ri tushunmagan bo'lamiz. Chunki Alloh taolo Qur'on Karimda nayt uchiq qilib, am hasibtum an tadkhulul janna wa lamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum. Sizlarning ilgirki kishilarga kelgan musibat, qiyinchiliklar sizlarga kelmay turib, biz jannat kiramiz deb o'ylamsizlar. U qanday musibat kelgan? Massathumul ba'sa wad-darra. Ularga nayt ig'ir kulfatlar, qiyinchiliklar kelgan va zulzilu, hatto ular tavrab ketgan deydi. Ya'ni soda bu mushundaq tugab ketamizmi? Allah'ın yardımı qachon kelar deb iymonida tavrab ketgan, mustahkam qadamlarda tavrab ketgan. Hatto ki Allah avatgan payg'ambar vallazina amanu ma'a va u payg'ambarning qashdagi sahobalari, ya'ni billi tug'an kishilar mata nasrulloh, Allohning yordami qachon, bu zulm qachon oxirlashadi deb ketgan. Biz shunda da'vatimiz hozir Allohning yordami qachon keladi. Gerçi biz Allah'ın yardımı kelishini hech qanday ish qilmagan bo'lsak-mu, Allohning yordami qachon deymiz. Alloh taolo deydi: "Ala inna nasrullohi qarib." Diqqat, Allohning yordami nihoyat yaqin deydi. Sayyid Qutb rahimahulloh deydi: "Allohning yordami mazlumlarning beshida saqlab turadi" deydi. Allohning kun bo'l degan buyruqini kutib turadi. Bu bek oson Alloh taolaning bizga yordam berishi. Masala biz shu yordamga tushib nima ish qilyapmiz? Hayotda turyapmiz. Qiyinchilik texmi chingan vaqtimizda maydonimizni o'zgartib qoldikmi? Ko'z qarashimizni o'zgartib qoldikmi? Bugungi kunda mana shu qiyinchilik eng avjiga chiqqan vaqtda nurg'un kishilarning maydonlaridan chatoq chiqyapti. Nurg'un kishilarning ideyalaridan chatoq chiqyapti. Nurg'un kishilar zolimlarni shikoyat qilyapti. Xabar topgan bo'lishinglar mumkin. Bugun ma'lum bir Xitoy xat yozibdi shundaqo. G'aziga yordam bersangiz degan mazmunda bir xat yozibdi. Bu bir musibatda bo'rini hech qush yo'llasqa shikoyat qilgandek gap bu. Esimizda bo'lsin, haqiqiy kuch sohibi bo'lgan Allohga haqiqiy yuzlangan vaqtimizda Ondan keyin Allohning yordami keladi. Bütün zalimlardan ada juda bo'lgan vaqtimizda ondan keyin Allohning yordami keladi. Bir munosabatsiz kishilarning qilgan ishini bahona qilib lekinde o mazlumlarning emas, zalimlarning qashi tursak, shu ma'lum o'zini o'lima devatgan kishilar 30 necha million musulmonlarga zulm qilgan bir zalimga falan zalim qarshi yordam bering deb bu xil shaklda muomala qilsa, qanday zalimning ada juda bo'lgan bo'ladi? Demak, bu imtihonlar nihoyat ig'ir. Bundan keyin nihoyat ig'ir imtihonlar keladi. Imtihonlarning texim ig'irsi mana mushundaq ishlar tufayli haq nahaq
o'ngtay to'ngtay bo'lib ketgan tasla qiladi. Masalan qanday deyli? Bu xat birinchidan munofiqsimon kishilarga bir bahona bo'ladi. Ko'rdingmi? Sizlarning musulmon ulamolar deyotgan kishilar mushunday qildi. Qani sizlarning ulamolar deb bizni iymonimizdan shaklantirish uchun bir bahona bo'ladi. Mana bir imtihon. Ikkinchi bir imtihon, quya bo'ldi. Bunda ulamolarni, bunda ilmni, bunda dinni deyishga shayton bizni vasvasa qiladi. Nimishqa? Chunki nurg'un odam voy ulamolar, voy palon deb cho'ng belib tursa masalan, u odamlar biri bu imtihondan o'tanmay, zolimdan ado-judo bo'lolmay, zolimga xat yozib, shuningdan yordam so'ragan bo'lsa, ularni xatolashgan, ammo u xatoligi yana bir xatolikni yuyolmaydi. Bu yerda biz texmi xatolik imtihon. To'g'onsir imtihonlarimiz zilishib ketyapti, xatoliklanib ketyapti. Shuning uchun biz nihoyat o'yg'oq bo'lmasak, bu imtihonni o'tanmaymiz. Bizni o'tkazmaydigan shayton vasvasa qiladi. Odamiy shaytonlar va degandek. Qara, ulamolarning Xitoydan yordam so'radi. Qara, paloni kurashdi deb bizga ana shunday narsalarni keltirish orqali bizni e'tiqodimizdan, ko'z qarshimizdan chekindirishga tirishadi. Shu narsa aniq bo'lishi kerak. Oq, qora. Haqiqat, batil. Xatoni kim qilsa xato, to'g'rini kim qilsa to'g'ri. Bir xatolik yana bir haqiqatni xato qilib o'tmaydi. Shuning bu yerda bak chechan, bak sezgu bo'lmasa qarindoshlar. Hozir vaziyatimiz nihoyat murakkab. Munofiqlarning qo'liga ba'zi bir xatoliklar sababli material to'plab turadi ba'zi odamlar. Bu bizning e'tiqodimizda bizni terroritish uchun ularga nisbatan bir qurol bo'ladi. Shunga oq bilan qorni aniq ayirishimiz kerak. Masalalarga tafsiriy qarashimiz kerak, sagak bo'lishimiz kerak. Bo'lmasa xato bilan bizdagi to'g'rini shila yuyishqa, bizni xatolashib turishqa nihoyat kuch sarf qildi. Ko'rayotgansizlar hozir gulqaqanli eshib ketdim shu munofiqman kishilarning. Ko'rdingmi? Olim degan kishilar Xitoydan boshqa yordam so'radi. Xatolik. Ammo bu o mazlumlarga zulm qilishni, kichik bolalarni o'ldirishni yana to'g'riga chiqarolmaydi. Shunga mana mushu kunlarda qarindoshimiz hammamiz Alloh taoladan ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Ey Alloh, bizning qalbimizni diningda mustahkam qilgin. Va zulzilu rasga bizni tavrab qoldik. Uyg'ur musulmonlar tavrab qoldi. Chunki mana mushundaq ishlar Uyg'ur musulmonlarini tavrab qaysi to'g'ri, qaysi xato nihoyat ikkilantiryapti. Mata nasrulloh. Allohning yordami qachon deyapmiz. Ala inna nasrullohi qarib. Allohning yordami nihoyat yaqin qarindoshlar. Muhimi bizning mana shu shiddatli imtihonlar ishida iymonimizni tarab qolmasligimiz. Har vaqt xato bilan to'g'rini ayrim birisi-birisiga erishtirmay, xatoni xato, to'g'rini to'g'ri deb turishimiz, xato tufayli bir to'g'rini boshqalarning yo'qqa chiqarishiga asla yo'l qo'ymasligimiz lozim. Uchinchisi, Allohning zolimlarni chuqum halok qildiganligiga ishonish. Biz qachoniki bu zulm shundoq oxirlashmay davomlashiga o'xshaydi yoki mazlumlar tugab ketadigan o'xshaydi yoki bu zolim degan shundoq mingaverdigan o'xshaydi deb qolsak, Allohga yomon gumon qilgan bo'lamiz. Alloh taolo bizni shundoq gumonga tushmasligimiz uchun Qur'on Karimda nihoyat ochiq qilib, "Va la yahsabannallazina kafaru annama numli lahum khayrun li anfusihim." Biz o kofirlarga, o zolimlarga muhlat berganligimizni ular uchun yaxshi deb o'ylab qolmasin kofirlar. Ya'ni ularning har kuni tajovuzchilik qilganligi, har kuni bombalayotganligi, her gün şu Uyg'ur musulmonlarni akib sulayotganligi, ularning ishlarining hech bir aqsimayotganligiga qarab, ular ishimiz yaxshi ketib boryotdi. Harbiy tajovuzlarimiz o'ngishli ketib boryotdi deb o'ylab qolmasin. Innama numli lahum liyazdadu ifma va lahum azabun muhim. Ular texmi dahshatlik azobni, texmi gunohni yuklash uchun biz ularga muhlat beryapmiz. Yana bir oyatda Alloh taolo: "Ma kana Allohu liyadharal mu'minina ala ma antum alayhi hatta yamizal khabitha min at-tayyib." Alloh taolo munofiqni mu'mindan ayirmoqcha, mu'minlarni anda xotirjam müminlerning orasiga munofiq kirib olib, men musulmon deb olib, bunda qo'ymaydi deydi. Ya'ni chuqum har xil musibatlar tufayli, mana shunday hozirqidek ishlar tufayli bizni imtihon qiladi. Kimning munofiq ekanligi, ya'ni kimning bir musulmonning musibatiga qarta xushal bo'lganligi, kimning mu'min ekanligi, bir musulmonning musibatiga qarta ichi og'riydiganligi, ularga istashlik qilganligini ayirmoqcha bu shunday ishlar davom qiladi deydi. Demak, bu xil ishlar. Hatto hozirgi bizning ichimizni pushurayotgan, shu Xi Jinpingga yozgan xat olsun, bu ishlarning hammasi bir imtihon. Biz aqlimizni adashmay, qaydamay, qaysi to'g'ri, qaysi xato, mush ong bilan mangmasak, qaydash psixikasdan bir qutubdan yana bir qutubga o'tib ketamiz. Bu bek zil bir nuqta. Alloh taolo biz bugun o'rganmoqchi bo'lgan ismi deydi, Anal Jabbar deydi. Men mana zolimlarni halok qilguvchi deydi. Biz bugun Allohninki Jabbar ismininki asosli munosabatlik mazmunlar haqida to'xtalyapmiz. Alloh 99 ismininki birida Anal Jabbar, men zolimlarni halok qilguvchi deydi. Demak, Alloh Jabbar ekan. Alloh qanday xoliq bo'lsa, qanday yaratuvchi bo'lsa, zolimlarni ana shunday halok qilguvchi. Alloh taolo yana bir oyatda: "Va la tahsabannalloha g'ofilan amma ya'maluz zolimun." Hergiz zolimlarning qilayotgan ishidan Allohni g'ofil deb o'ylab qolmanglar. U kechida bombalayotganligidan, vatanimizda bo'layotgan zulmlardan Allohni hergiz g'ofil, bexabar deb o'ylab qolmanglar. Innama yuakhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar. Ko'zlari chekchib ketadigan kungacha ularni
kechiktirdi deydi. Shundaqla ana shu bombaning ostida o'lib ketgan buvoqlarga qarata o'lak demanglar. O'lak o'g'ini insonlarningki bugungi kundagi vijdoni. Ey qaranglar, bu voqealar bizni uyg'otishi lozim. Bu voqealardan dars olishimiz lozim. Qanday dars olishimiz lozim? Bizga hozir qadar nim deyilib kelgan Amerika dunyoning saqchisi, dunyoda inson huquqlarini qo'llaydigan markazlar va deyilgan. Shundaqla o ayollar huquqi deydigan bir o'rin, ya'ni feministlar Saudiyadagi bir ayolning da'vosi uchun nurg'un namoyish qilgan. Nima uchun? Ayol kishini mashina haydagili qo'ymadi deb nurg'un namoyishlarni, nurg'un faoliyatlarni qilgan. Ayollarning huquqi ne deb? G'azzadan necha yuz ming, necha ming ayollar o'ltirilyotdi. Bizning vatanimizda necha ming ayollar o'ltirilyotdi. Nada ayollar huquqi? Bizning arimizdami? Voy kichik bolalarni kichik turib qo'yadlar qilsa saqolmaydi, atdeganda saqop solmaydi, bolaning o'sishiga ta'sir qildi deyotgan. Xuddi o'zini kichik bolalarga kuyindiganda ko'rsatayotgan o saxta insonparastlar bugun kunimizda ana shu kichik bolalar birisining beshi yo'q, birisining puti yo'q, birisining qo'li yo'q bombalavasa, biri ovoz chiqadimi? Demak, bu hodisalar nurg'un kishilarning chumparasini ichibdi. Bu hodisalardan olsak darslar nəhayət köp. Amma şunun işinimiz kerakki, Qur'on Karim qarab baxadigan bo'lsak, bir Namrud, ana shu Babil davlatining qurg'uvchisi tarixiy kitoblarda bayon qilinadigan, Qur'onda buning voqealiklari bayon qilinadigan Namrud bir pashulan halak bo'ldi. Fir'avn suvlan halak bo'ldi. Bu zolimlarni halak qilish Allohga bek oson. Hatto biz ko'ranmaydigan bir virusdan halak qilishi mumkin. Bu Allohning ishi. Bizning qilmaydiganimiz shuningda bizning qanchalik hassimiz bor. Bizning o'rnimiz nerede? Ma'niga diqqat qilishimiz lozim. Allohningki Jabbar isminingki birinchi ma'nosi mana shu zalimlarni halak qiluvchi degan ma'nosi. Ikkinchi bir ma'nosi va Allohning Jabbar ismining. O qaysi? Dardlarga darmon bo'lg'uchi. Bizga bir musibat kelsa yoki hozirgi kunga o'xshash vatanimizni bir tuqqunimizni Xitoy shahid qilib o'tibdi degan xabar kelsa, va yoki hozirga o'xshash Falastinda nurg'unlagan buvoqlar shahid qilinibdi yoki shahid qilingan o buvoqlarning rasmlarini ko'rsak, qalbimiz nihoyatda bearam bo'ladi. Alloh taolo mana shunda qalblarga darmon bo'lg'uchi Alloh. Masalan, Alloh taolo sizlar Alloh yo'lida o'ldirilgan kishilarni hargiz o'lik deb o'ylamanglar. Farihina bima atahumullohu min fadli. Ular shahid bo'lgandan keyin Allohning fazlini ko'rib nihoyat xushal deydi. Bizning ichimiz og'rib ketgan o buvoqlar, qarasanglar, puti yo'q olsun, qo'li yo'q olsun, o badandagi kiyimi buvoqlarning xuddi ma kiyimimizni silayotgan o'xshash. Ularning ruhi yana bir dunyoga o'tib ketdi. O yana bir dunyoda ularning ruhi qanday bilamizlar? Farihina bima atahumullohu min fadli. Allohning fazlini u yerda bergan mukofot nihoyat xushal. Hatto shahidlar deydi-ki, nima arzu qilasizlar deb so'rasa Alloh taolo, ey Alloh, buncha fazilat, buncha ne'mat ichida biz nima arzu qilamiz deydi. Allah tekrar so'raydi. So'gandan keyin Alloh hayotga bir qaytarsang, yana bir qatim shahid bo'lsak deb arzu qiladi deydi. Demak, biz ularga emas, o'zimizga ichga qarashimiz kerak. Shundaqla bu oyatning davomida Alloh taolo va yastabshiruna billazi lam yalhaqu bihim min xalfihim. O shahid bo'lgan kishilar barzax dunyosida turib, texi shahid bo'lmagan dunyodagi qarindoshlariga u yerdagi ne'matdan xabar bergisi kelib ketadi deydi. Asli biz dunyoda yashadik deb ekanmiz, dunyoda o'yg'oq deb ekanmiz, asli biz dunyoda nayt az vaqt turib ekanmiz deydi. Qur'onda Alloh taolo ashiyatan aw duhaha, nayt az vaqt mahayat. Buning az ekanligini cheksiz hayotga bo'lgan vaqtda his qilamiz. Shuningdan xabar bergisi kelib ketadi. Alloh xavfun alayhim va lahum yahzanun. Bu yerda hech bir andisha, hech bir g'am yo'qkan deb u yerdagi haqiqiy huzurni xabar bergisi kelib ketadi deydi. Alloh taolo bu oyat orqali o'zining Jabbar ismining taqozosi bo'yicha ana shu shahidlar qarata, ko'ngil yerim bo'lgan ota-onalar qarata ularning dardiga darmon bo'ladi Alloh taolo. Al-Jabbarning uchinchi bir ma'nosi bor. U qaysi desanglar, majbur qilguvchi Alloh taolo. Alloh taolo koinotdagi har bir narsalarni o'z xizmatida majbur qilguvchi. Kun bugun chiqmay demaydi. Oy bugun chiqmay demaydi. To'xa bugun tug'may demaydi. Kala bugun chiqamay demaydi. İnsançu, insanda yuz beradigan 3 turlik ish harakat bor. Bu 3 harakatning 2 turligida yana inson majbur Allohning Jabbar sifatini namoyon bo'ladi. Qaysi? Insonga yuz beradigan ish harakat. Sirtdan bizga yuz beradigan ish harakat. Chiqib bo'lg'ich Alloh saqlasin, bir mashinaning so'qib o'tishi va yoki yiqab tushishimiz. Bu sirtdan yuz beradigan harakatda biz majbur. Bu Allohning Jabbar sifatini namoyon bo'ladi. Chiqlan kasallab qilishimiz mumkin. Hech qanday bir ixtiyorligimiz yo'q. Shundaqla bizda yuz beradigan ishlardimi bizning ixtiyorligimiz yo'q. Buningda Jabbar sifati Allohning namoyon bo'lib, hammasi Allohningki majburlashdan bo'ladi. Aytganda qopsaq Alloh saqlasin, putimizning dasimasi olib qilishi, hammasi Allohningki ilkida. Masalan, bir og'ib qolganlar aytganda qo'pab lekanda palon yig'im og'ib qolibdi ya deydi ya. O'ziningki bir ixtiyorligi bormi? Yo'q. Butun harakatlarimiz Jabbar Allohning majburligicha degan bu sifatning namoyandasi bilan harakat qiladi, ko'zimiz ko'radi, quloqimiz anglaydi, og'zimiz gap qiladi. Demak, Alloh subhanahu va taoloninki mana shu Jabbar sifatining 3 xil ma'nosi bor. Birinchisi zolimlarni halok qilguvchi. Biz Allohga ishondik degan gap, Alloh Jabbar degan gap. Alloh zolimlarni chuqum halok qiladi degan gap. Bir odam zolimlarning halok bo'lishiga ishonmasa, Allohga ishonmagan bilan o'xshash. Chunki Jabbar Allohningki
bir süpti. İkinci ma'nosi nima dedi? Dardga darmon bo'g'uchi. Jabbar degan asli jabara degan gap, sunuq ya'ni tangdi degan gap. Jabbar Allah degan gap qalbi sungan insonlarning qalbini tang'uchi, ya'ni dardiga darmon bo'g'uchi, shifo bo'g'uchi degan gap. Üçüncü ma'nosi majbur qiluvchi Allah. Bunun namoyandalarini bayatdan so'zlab o'tdik. Xo'shunda bo'lsa, bayatdanki Allohningki Jabbar ismidan oldigan bizning nasibimiz nima? Birinchisi, Allah zolimni halok qiluvchi ekanligiga ishonish. Zolimlarning halok bo'lganligi, mazlumlarningki haqiqat ustigidan chuqum g'alaba qilganligiga ishonish. Ikkinchisi, mushu bugun kunimizda qalbni oyashlaydigan narsa bizda qolmoqlik. Hatto aksicha qalbni oyamaslik, boshqalarning qalbiga aziyat berish orqali undan huzurlanadigan bunda xarakter buzuqligi bizda paydo bo'lyotdi. Bu Allohning Jabbar sifatining dal aksi. Bu boshqalarning qalbini sundirish degan gap nayt ig'ir gunoh. Chunki Alloh Jabbar. Biz ishongan Alloh Jabbar. Qalblarni tang'uchi, shifoliq berguchi. Shunga qarab qilgan bo'lsak, payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom degan 3 odam bayada 2 odam maxfiy paranglashmasin degan. Nima uchun? 3 odam bayada 2 odam maxfiy paranglashsa, bir odamning ko'ngli keladi. Mushunchalik darajada diqqat qilgan. Hatto payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom degan la tudimun nazar ilal majzumin. Ma biray kisal yoki fiti basmaytgan yoki ko'zi ko'rmayotgan manda odam bo'lib qolsa, birayda uzun aypva, andalarga uzun qarmanglar degan. Nima uchun? Aypvadan biriga uzun qarsanglar, odam xijillanib bo'lmamdi. Bo'ladi. Hatto payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bir odam tamoq etgan vaqtida qazining ovozini ullik chiqarmasin degan. Tarqon turqon sayqor bir ovozi ullik chiqarmasin. Nimishqa? Qo'shnisiga aziyat ulab qoladi. Agar buni qilmaydi desa, uningdan bir qachi sunsun degan payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom. Bugunimizda mo'dogan bir ish bor. Ne nochaga bo'lsak, resimga tatimiz, to'g'ri chiqamiz. iPhone 15 ni olsak, bir liftga chiqsak, shunda qilamiz, liftni oldida resimga tatimiz, uni Instagramga chiqamiz. Nima uchun chiqasizlar shuni? Mening iPhone'im bor yoki men bunda kiyim kiydim, ya bundagi badim. Bu iPhone yo'q bolalarga aziyat olmamda. Ashunda kiyim kiymaganimga aziyat olmamda. Ashunda uyda o'tirolmagan, ashunda mashina haydamaganimga aziyat olmamda. Bunda qilishning o'zi Allohning Jabbar sifatiga xiloflik qilganlik. Maqalımız iniq olsun. Resulullohning hayotga qarab baqsaq, bu boshqalarning ko'nglini ayashda ajoyib o'rnaklarni ko'ralaymiz. Masalan, namratlar keldi Resulullohning qishig'a. Ey Rasululloh, bu baylar pullarini sadiq qilib, Alloh yo'lida xajlab, nihoyat jiq savoblarga erishib ketdi. Biz qanday qilamiz dedi. Rasululloh, sizning pul tepib xajlanglar demedi. Nima dedi? Har bir tasbih aytqaninglar, har bir zikr aytqaninglar sadiqa dedi. Demak, har bir odamga payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom ana shunday ko'ngli oyash bilan muomala qildi. Men mushayatib hammamizga shuni tavsiya qilaman. Bugun kunimizdagi eng yuksak fazilat, yo'qolib ketgan axloq boshqalarning ko'nglini oyash. Qilgan har bir ishimizda, to'g'ri chiqargan har bir narsamizda mani chiqarsam, mening do'stimning, qo'shnimning, buni ko'rgan kishilarningki ko'ngli kelamdi kelmamdi, buni o'ylab qilishimiz kerak. Bugun kunimizda har bir odamning go'zal turmushga intilishi, oxiratni unutishining sababi dal ana shunday ko'z qilishning moda bo'lganligi sababli. Bu taqa bir odamning ko'nglini og'ritishdan boshqa kishilarni dunyoda baslashadigan, nochi narsada qo'llashadigan, moda qo'llashadigan shunday bir holatga sabab bo'lib qolamiz. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo hammamizning qalbini to'q, o'zininki Jabbar sifati bilan axloqlangan kishilarning qatoridan qilsin. Alloh subhanahu va taolo bizni o'zininki Jabbar sifatiga ishongan, ya'ni zolimlarning chuqum halok bo'lganligiga ishongan haqiqiy mu'minlarning qatoridan qilsin Alloh subhanahu va taolo. Shundaqla Alloh subhanahu va taolo nima topsa ko'z qiladigan, uni to'rlarda taqilib boshqalarga aziyat beradigan emas, boshqalarning ko'ngli ayash bilan huzur topadigan, boshqalarning ko'ngli yerim bo'lsa, billi yerim bo'ladigan bundaq kishilarning qatoridan qilsin Alloh subhanahu va taolo. Va axiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin.